Assalomu alaykum. Men Jumabayeva Dilbar bo'laman. Turmush o'rtog'im Jumabayev Akmal Jo'rayevich. Turmush o'rtog'im bilan 30 yil davomida mana turmush qurib kelyapmiz. Oila qilamiz. Xudoga shukr, mana nevara, chevaralar ko'rib o'tiribmiz. Shu 30 yillik hayot davomimizda 3 ta farzand orttirganmiz. Mana shu 3 ta farzandni oq yuvib, oq torab, mana Xudo xolasa 2 ta qizni uzatdik. Nevaralar suyib o'tirmiz, ekkanamiz. Bunda men juda ham baxtiyorman. Bunda menga mana shu xo'jayinimning nihoyatda katta daldasi, suyanchiqligi hamroh bo'lgan. Mana shu xo'jayinim meni hayotim davomida o'nqir-cho'nqir, xato kamchiliklarimni yopib ketgan inson bo'ladi. Yelkasiga bosh qo'yib yig'lagan kunlarim bo'lgan. Mana shunday kunlarda menga dalda bo'lgan. Mana shu farzandlarimiz ham o'z-o'zidan katta bo'lib qolmagan. Ularning o'zlarining mashaqqatlari bo'lgan. Mana shunda hayotimda menga nihoyatda turmush o'rtog'imdek xizmatlari, hissasi katta bo'lgan. Kezi kelganda bir rahmat aytolmagan bo'lsam kerak. Kezi kelganda bir o'zimni bir ichimdagi hissiyotlarni chiqara olmagan bo'lsam kerak. Men hozir shu fursatdan foydalanib aytmoqchiman. Dadajonisi, sizga katta rahmat. Hamisha baxtimizga sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana shu bolalarimizni hamisha yaxshi kunlarda suyanchiq bo'lib yuring bizga. Sog' bo'lsin Allohim. Hamisha sizni qattiq hurmat qilganman, yaxshi ko'rganman, sevganman.